50 mingdan 750 ming, 800 minggacha bo'lgan variantlar bor. 2 qavatli shumkalilari bor. Bir uchlilari 650 ming so'mdan O'zbekiston 12 ta viloyati bo'ylab yasab olib borib o'rnatib beramiz. Mana shu oldi ko'rinish nima bo'lsa, orqasi ham shunaqa bo'lgan. Ha, orqa oldi bir xilmi? Orqa oldi bir xil bo'lgan. Buni Sirdaryo viloyatiga ilgari hokim bo'lgan ekanlar. Biz yana bitta tilla gaplari bo'ldi. Bu joyda ko'rgan darvozasidan 50 mingdan 100 minggacha arzon qilib beraman deyishyapti. 1 million 400 ming deb, yana bu bir qavatli, 2 qavatli deb o'ylashmasin. Maqsad o'sha nima material bo'lsa 4 qavat hisobida. Yana bir marta assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz Namangan Hunarmandlarning shahriga kelganmiz. Do'stlik bozorini yonida Sito'rda shunday kirganda Dilshod akamizning darvoza ustaxonalari bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Eldorbek, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? 2,5 yil oldin o'sha bir video olib ketgandim sizga. Shu o'shalarning maqsudi shular. Gap yo'q. Xudo xolasa. Akalar bemalol zakaz beraverasizlar. Ishonchli ustalarimizda ish sifatiga ham gap yo'q. Men qoyil qo'yganim mana darvozani oldi orqasi bir xil ekan. Bu oldi bo'lsa, orqa ham xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Nima bo'lsa shu. Yana narxini qancha deyapsiz? Buni 1 million 400 ming qo'ydik, 1 million 900 ming edi. 1 million 900 ming kvadratiga 1 million 400 ming narsa berishyapti. Xudo xolasa video davomida ko'rgan darvoza turlaringni juda go'zal holatda yetkazib berishadi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga neytralkagacha olib borib berishadi. Aytilgan narxlar butun O'zbekistonga dastlabkasi ichida. Keyin akamiz yana bitta tilla gaplari bo'ldi. Bu joyda ko'rgan darvozasidan 50 mingdan 100 minggacha arzon qilib beraman deyishyapti. 1 million 400 ming deb, yana bu bir qavatli, 2 qavatli deb o'ylashmasin. Maqsad o'sha nima material bo'lsa 4 qavat hisobida. 4 qavat hisobida umumiy. Nega arzon deb o'ylashmasin, sex o'zimizniki. Shubha qilishmasin. Yo'q, shubha qilishmasin. Aka, ukalar hammalari bitta usta bular. Begonani olib kelib ishlatib begonaga oylik qilishmaydi. O'shanga o'zlaridan chiqqani uchun narxlari juda go'zal. Ekranda raqam qoldiryapmiz, videoni boshladik. Namangan shahar Do'stlik bozorida shunday svetofordan chiqqanda Dilshod akamizning ustaxonalari bor. Bu akamiz 2,5 yil oldin reklama qilib ketganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi, xonadonlar? Ziyoratga borib keldingizmi? Rahmat akajon. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, akamizda bir ikkita ishlar bor, shularni ko'rsatib beramiz. Agar sizlar uyga, xonadonga, ishxonaga, tashkilotga qanaqadir darvoza qo'yish kerak bo'lgan joylarga darvoza qo'ymoqchi bo'lsanglar, ishlarni hamda narxlarni tanishib o'tinglar. Qo'rqmay zakaz beraverasizlar. Xudo xolsa bu akamizda hali biror marta ustilardan jalaba tushib yoki kimdir nimadir demadi. 2,5 yil oldin men reklama qilganman, zo'r. Xo'p, akajonim, qaysi biridan boshlaylik narxlarni? Endi mana shu bir chekkadan boshlaylik. Xo'p. Soqqali bu. Bu soqqali diplomat fason deydi Eldorbek. Shumkalik, 2 qavatlik, 2li plyusovoy lista bo'lgan. Xo'p. Ramkalari polni 6 ga 4, 1.7 stenada bo'lgan. Bu zakazga bo'lgan. Yo'llari shvellar, bez uloq. Va'daga vafo, klientimizga va'da qilganmiz. Xudo xolasa uloq-puloq, alginaqa aralashtirmagan. Gruntovka, toza kraska, toza lak aytganimizdek. Go'zal. Xudo xolasa shu. Agar quyoshga qaramagan salqinroq tarafida tursa 5 yil turib beraveradi kraskalar. 5 yil inshaalloh. Kerak bo'lsa 7 yil, 10 yildan beri qimillamaganlari ham bor. Sababi urib, netib, chizib olishmasa bo'ldi. Yaxshi. Go'zal. Xo'p, navbatda bu juda bagati chiqib yoribdi-ya, bu tepasida turadiganimi bu? Bu tepasidagi framugasi, mana yonidagi отдельный eshigi. Darvozaday bo'libdi eshigi ham ama. Ha, zakaznoy bo'lgan. Buni xudo xolasa orqalari ham mana shu oldi ko'rinish nima bo'lsa, orqasi ham shunaqa bo'lgan. Ha, orqa oldi bir xilmi? Orqa oldi bir xil bo'lgan. Buni Sirdaryo viloyatiga ilgari hokim bo'lgan ekanlar. Sirdaryoni shularga zakaz berganlar. Mana bolachasi, bu katta darvozasi. Go'zal. Mana kesaklarni ham bir ko'rsatib yuborasiz. Zakaznoy podshibniyli talablarga binoan mana bu gumbazli sharnirlarni qo'yib, bez uloq shvellardan xudo xolasa aytganimizdek hamma detalga ishlanibdi, alohida. Qo'lni ishlab, xudo xolasa. Gumbazni misolcha kim ayoliga kelibdi deslab qo'yib yuborish. Birinchi ko'rishi bunaqasi. Masalan deylik, oddiy sharnirimiz deylik 200 ming bo'ladigan bo'lsa, bu 350 ming so'm. Shunisiga qaramay klientga ishlaymiz. Chiroyli bo'lishi. Go'zal. Sababi bizga ishonib zakaz berishgandan keyin chiroyli qilib bermasa bo'lmaydi. Odamlar ahamiyat beradi, mayda chuydachigacha ahamiyat beradi. Odam qancha aqlli bo'lsa, shuncha ko'p zehnli bo'ladi. Bularning bu tashqariga ochilishini hisobiga ko'chadan ham juda go'zal turadi. Mana o'rnagandan keyin hammasi mana bu narsa ham katta ahamiyatga ega turadi, xudo xolasa. Bu qanchadan chiqyapti endi? Buni yozgi kunlarida
1 million 800 mingdan orqa oldi bir xil. Почти 4 qavat hisoblanadi-da bu Eldorbek. Ikki qavatligini 1 million 400 ming qilishyapganda, buni ikki qavatligi 1 million 200 ming, orqa oldi bir xilligini 1 million 400 mingdan aksiya qilib yuboramiz, xudo xolasa. Buni mehnat anchagina og'ir akalar, nargilarga Juda qaraganda. og'ir. Shunda ham narxini juda go'zal aytyapsiz. 1.8 bo'ladimi deysiz? Polni 1.8, mana detallarini ham haligi narxi arzonladi deb yupqalatib o'rilmagan. 1.7 da bo'lgan, mana ichidagi detallarigacha. Stenka ham 1.7 profildiki. Profil hammasi 1.7. Mana chekkalari 8 ga 4. Ikkili stenada bo'lgan. Ha, unda gap yo'q. Unda gap yo'q. Polni mana chutur listi orasigacha nimalarni solib, shumkalarni solib qilganmiz. Sababi ertaga orqasidan bitta odam kelsin deb. Va'daga vafo, xudo xolsa chiroyli qilib yasab qo'yganmiz. Juda go'zal aka. Yaxshi. Xo'p, mehnatga yarasha haq so'ralyapti. Buni O'zbekiston bo'yicha mana shu aytilgan narx ichida dastlabki ustunovka ketadi. dastavka, ustunovka, o'lchash xizmatlari shuni ichida. Xudo xolasa bu 1 million 900 mingdan ham Buxoro tomonlarda, Toshkent tomonlarda qilib bermaydi. Biz sex o'zimizniki, bilasiz, anchadan beri birga ishlaymiz, oilaviy aka-uka ishlaymiz. Shuni hisobiga qulay qilib berdik. 1 million 400 mingdan 1 million 800 ming. Oldi orqa bir xil yana, ha? Orqa oldi bir xil. 1 million 400 mingga. Yuzi nima bo'lsa, orqasi ham xuddi shu. Voy. Mehnatga bemalol arziydi akalar narx. Navbatdagisi o'sha trenddagi chiqdi, bu ha? Ha, bu trendda asosiy hozir shu. High-techda akalar вообще qulay variant. High-tech variantdagisi ito shumkalik, ikki qavatli bu ham. Ichlari polni shumka bo'lgan. Materiallari shtampovishni deb mana ulargacha yupqa qilib yormaganmiz. Sababi bizda eng kami 1,5 stena ishlatamiz. Mana shu 6.4 profil. Profil 1,5 stena bo'ladi. 1,5 stena shtampovka bo'lishiga qaramasdan, sababi faqat biz klientga ishlaymiz, отдельный vibralarini tortib, mana yuziga chiqqan ikki qavatli bo'ladi, yuzi bilan teng turadigan. Orqasidan обшиват qilingan, mana shumkali ko'rib turibsiz. Ichiga stiklovata, minivat qilgan. Stiklovata, minovata, ichlarini kraska qilib turib qilganmiz. Ruslar rabot bo'lib ketibdi. Kesaklari ham ikkili stenadagi 10 ga 5 stenada nimagada profilda bo'lgan, tagini mashina bossa ezilmasligi uchun shvelli qilib berganmiz. Zo'r. Qancha chiqadi bu? Buni xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab 900 ming emas, 750 mingdan aksiyaga qo'yib yuboramiz. 750 mingdan dastlabki ustunovka hammasi ichida ketadi. Dastavka, ustunovka, o'lchash xizmatlari hammasi shuni ichida. O'ta go'zal aka. Zo'r. Shunaqa gap, aloqaga chiqaverasiz, Dilshod akamiz, namanganlik ustalarimizdan 17 yillik tajribaga ega. Bu nima bo'lyapti? Bu xudo xolasa bitqazib uspet qila olmadik. Bu ham zakazga 460 lik oldi lazerli high-tech darvozamiz. Juda og'ir, tiklab nima qila olmadik. Mana ko'rib turibsiz, hammasi bez uloq shvellerlarda bo'lgan. O'zi ham aytib turibdi og'irligini, kattaligini. Mana bitta e'tibor bering-da shunga. Sharner 30 sm. 30. Akalar qaranglar, 30 lik sharner ko'rganmiz. Mana shunday bo'ladi sharner o'zi. 25, 20 atrofida bo'ladi. O'sha zakaz, va'daga vafo. Bu tonna chiqadi bu darvozalari. Kami tonna chiqadi, sababi почти 3 qavat bo'lgan. Orqasi, oldi, yuzidagi ishlovlar bilan почти 3 qavat hisoblanadi. Shumka, xudo xolasa buni ham bitish ustunovka jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz klientlarimizga, xudo xolasa. Bu tepasida lazer panjarasi bor. Ichkarida ko'rsataman uni. Xudo xolasa. O Instagram, YouTube'dagi nomingiz nima siz? Mana Instagram profilimiz Bekdarkovka.uz chiqadi. YouTube'dagi kanalimiz Dilshodbek Metal chiqadi. Dilshodbek Metal desa YouTube'da chiqaveradi. Chiqadi, bemalol ko'rishlari mumkin. Xo'p, bu ustaxona oldindan kelganmiz. Oldin sal issiq kuzroqda keluvdik-a? Kuzroq deydi. Bu yoqda mana ish jarayonlari. Mana bunaqa devolga bunaqa panjaralar. Arkalar chiqyapti-yu. Teshikga. Bunaqa. Bu mana darvozamiz tepasidagi lazer panjarasi. Bo'laveradi. Mana akalar sizlarga. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Dilshod akamiz qilmay aytyapmiz, yaxshi aka. Ishonchli ustalarimizda. Yo'q, qo'rqmay zakaz berishdan bo'laveradi. Xo'p, akajonim, endi bo'lmasam yana bir ikkita darvoza turini ko'rsataylik-a? Bo'ldi.
aloqaga chiqishadi, aytgandan esa beraverasiz. Bemalol, xudo xohlasa bexijolat O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab yana bir narsa, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan klientlarimiz bo'ladigan bo'lsa, neytralkagacha yetkazib beramiz. Aytgan fasollardagi aytgan darvozalarni. Yana bitta narsani aytib o'tay. Polni o'sha darvozachilardan narx-navoni qiziqishadi. Albatta. Qiziqishadi. Eng kamida 50 ming so'm. Yo'qsa menga shunchaga qilib beraman dedi desa, любой darvozani 50 ming eng kamida 100 minggacha arzon qilib bera olamiz. Bozorda arzon qilib berasiz. Ustalardan sizni podpischiklaringizga xudo xolasa so'rashadi, pisabililloh. Mana usta eng oxirgi menimcha qilib beraman dedi desa, eng kamida pechatlardan 50 ming so'm, listlardan 100 ming so'm o'tib beraman xudo xolasa. Yana bitta narsaga ahamiyat beramiz akalar. 1 million deyilgan darvozani kimdir 800 ming ham deyishi mumkin. 1.8 bo'lmaydi desa, 1.5 stenka bo'lmaydi profili. O'shalarni ham hisobga olasizlar. Chunki men bundan arzon, men bundan arzon deydi. Lekin bu akamiz aytib turgani bo'yicha sizda o'sha 1.5 stenka 1.8 listdan o'tib beraman deyapti. Shu jarayonda ketayotgan, ommada ketayotgan materialdagi narxidan 50 ming, 100 ming o'tib beramiz. Harakasini Bilasiz-ku, biz oilaviy odam ishlatmaymiz. O'rtada yeb ketdi, o'rtakash yo'qligini hisobiga o'shalar yeb ketadigan pulni klientlarimizning mahsulotlariga tiqamiz. Sababi ertaga biz ega bor yerga qarab qolmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Xudo xolasa. Oy odam ham mazza qilib ishlatadi, duo. Конечно, sababi hozirgi 90% aholimiz o'zingiz ko'rib turibsiz, musofirlarda qiynalib, sovuqlarda mehnat qilib pul topishyapti o'zimizdan xiyol. Shuni hisobiga o'sha materialni surishtirishadi, o'zlariga yoqadiganini. Qanaqa materialda nech pul degan bo'lsa, shtampovishniklarda 50 ming so'm, listliklarda lavzilarga 100 ming so'mdan kvadratga o'tib bera olaman. Katta. Yana bir ikkita darvoza turlari bor, ularni ham ko'rsatamiz. Ketdik. Navbatdagi darvoza turlarimiz akalar qaranglar, 09 ekan, lekin juda baquvvat chiqdi. Sababi mana listi qovurg'asi juda ham ko'pligiga, zishligiga baquvvat 1.3 ga o'xshab chiqibdi. Buni nech puldan yasab berasiz? Buni aka O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab 600 ming, 550 mingdan qilib beramiz 09 ligini. Hop. Buni 1.3 liklari bor, mana bu yoqda 1.3 liklari bor. Bularni 550 mingdan 750 ming, 800 minggacha bo'lgan variantlar bor. 2 qavatli shumkaliklari bor. Bu yoqda mana nejavekaliklar bor. 1 qavatli 1.3 liklari 650 ming so'mdan O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab yasab olib borib o'rnatib beramiz. Juda yaxshi. Xo'p, bir yaxshilab qaraganga akalar, hali ruchni robotiga ham o'xshab ketadi. Juda chiroyli. Bu yangilik, eng oxirgi high-tech fasondagi ommabop bo'layotgan darvozalardan bittasi. Bu mana fasonlar yangilik fason bo'lgan. Bular ham 09 bo'lib 09 emas. Sababi mana reflyonka urilganda, mana qovurg'a urilganda hisobiga 1.3 bilan tepshaveradigan zakonli chiqdi, xudo xolasa. Xalqqa hamyonbop chiroyli narxlar bo'lgan. Go'zal. Buni qanchadan qilib beramiz dedingiz? Bularni xudo xolasa 550 mingdan 1.3 lik bo'ladigan bo'lsa 650 minggacha yetkazib o'rnatib beramiz. Go'zal. Listlarimizcha. Endi bularga keladigan bo'lsak, bular 1.8 lik diplomat soqqali fason deydi. Polni 2 qavatli bo'ladi, ichlari shumka bo'ladi. Chekkalari shivellarda bo'ladi. Profillari 6 ga 4, 1.5 stenada bo'ladi, xudo xolasa. Zo'r. Bu ham butun list ekana? Polni butun listda egib, katta stanokda egib chiqarilgan. Bu chok pok tushmagan, xudo xolasa. Go'zal. Juddaligi ommaga yaxshi, ma'qul kelgan darvozalardan. Yaxshi. Kimga kerak bo'lsa kelar, Leyboy darvoza turini yasab berishadi. Dilshod akamizga murojaat qilsalaring bo'ldi. Xo'p, sizlarda misol uchun qanaqadir darvoza turi bormi? Pasti bunaqada, tepasi manaqa emas, setkali. Farqi yo'q, rasmini tashlasa yasab beraverasiz siz. Rasmini 100 xildan oshiq darvozalarimiz bor. Rasmini tashlashadi, joylarga qarab o'zimiz ham maslahat berib, xudo xolasa joylarga, uylarga to'g'ri keladigan qilib maslahat berib, chiroylilar yasab o'rnatib beramiz. Xudo xolasa 17 yildan beri sohadasiz. Sex o'zimizniki, hali sexga ham chiqamiz, xudo xolasa oilaviy. Birinchi qo'l. Listlarga ham, listli darvozalarga ham xudo xolasa skidkalarni e'lon qilganmiz, u yoqda gaplashamiz. Sexga chiqqanda. Xo'p, endi akalar, xudo xolasa ekranda raqam qoldiryapmiz, aloqaga chiqsalaring,
Zakat qancha berish kerak ishni boshlashingiz uchun? Zakolatni imkon qadar aslida 50% olamiz, 3dan birini imkon darajasida. Ha, o 10 millionlik darvozaga bir 3 million atrofida 3 bersa, million, 4 million atrofida bo'lsa, qolganini borib o'rnagandan